Assalomu alaykum, hurmatli nomzodlar. Mana Koreya bo'yicha E7 minus bo'yicha. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qaysi yo'nalish bo'yicha? Koreyaga E7-1. Ismingiz? Ismim Dilshod. O'quvlar tekinmi yo pullimi? Tekin ekan. Hozir qaysi yo'nalish bo'yicha sizniki? Qanaqa kran bu? Mashinani kiran. Bashinni kran o'qiyapsiz? Yes, salomat bo'ling. Mana bu akam tekshiryaptilar. Joyizni 360 gradusga buriladi. Xormay. Endi bu yoqqa burilguncha ham xuddi shuni bu yoqqa burilguncha. Siz texnikani bilgan odamsiz. Texnikani bilgan ekanlar. Ismingiz nima edi? Qaysi yo'nalish bo'yicha? Ekskavator bo'yicha. Sizniki ham Koreya? Salomat bo'ling. Mana bular ham haydayapti. Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Muxtorjon. Qaysi yo'nalish bo'yicha, qaysi davlatga? Koreyaga. Qurilish Nima haydayapsiz hozir? ekskavator. Ekskavator. Omad. O'qish pullimiga, tekinmiga? Kelib o'qishsa bo'ldi, ekzamen topshirsa bo'ldi. Omadli sizlar ko'rsin. Sog' bo'linglar. Hurmatli domla, bu bola tekinga o'rganyaptimi, pulgami? Qaysi bola? Mana shu o'rganayotgan bolalar. Tekin, ha? Ana ko'ringlar. Hammasi Koreya bo'yicha E7-1 ga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.